Joriy yilning o'tgan 8 oyi mobaynida skuter va moped singari transport vositalari ishtirokida 300 dan ortiq yo'l transport hodisalari sodir etilgan bo'lsa, hodisalarda 53 nafar fuqaro vafot etdi. 259 nafari esa tan jarohatlarini oldi. Mana bu avtohalokatlar skuter va moped haydovchilari ham qoidalardan xabardor bo'lishi lozimligini, transport vositalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish kerakligini ko'rsatib turibdi. Qoidani bilmaslik esa qanchadan qancha insonlarning bevaqt o'limiga sabab bo'lganiga yuqoridagi raqamlar guvoh. Eslatib o'tamiz, Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan joriy yilning 1-mart sanasiga qadar moped va skuter haydovchilari tegishli davlat raqam belgilarini olishlari va o'zlari A toifadagi haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lishlari lozimligi belgilangan edi. Ko'plab fuqarolarning takliflariga ko'ra, ushbu muddat joriy yilning 1-oktyabriga qadar uzaytirildi. Demak, 1-oktyabrdan so'ng mazkur tartibga amal qilinmaganlik uchun qonuniy choralar qo'llaniladi. Bu tartib avvalo shu insonlarning yo'llardagi xavfsizligi, salomatligini asrash uchun qabul qilinganligini tushunishingizni so'raymiz. Aytgancha, B yoki boshqa toifadagi haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lganlar avtomaktablarda o'qishlari shart emas. Ular amaliy va nazariy imtihonlarni topshirish asnosida A toifadagi haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lishlari mumkin. Salomat bo'ling.